Yo, oyun urishadilar meni. Keyin o'zi bitta odam yetmayapti. Yo, bormayman men. Yo, bormayman, oyun urishadilar meni. Kim kirib bo'ladi? Bir bor boqi sabni kunni nasib, bir bor tomonimga boq. Namoy dardi meni holim endi, bir bor tomonimga boq. Davay, qarashdan. Bir bor boqi tavarrugim layli, bir bor jonim hozirroq. Habibi meni borim qonli, taklifim mandi. Va alaykum assalom, bolam yaxshi. Cho'ring bor desam, ha, uyda jonga tegdik-ku, qachongacha kiyimlaringni qirqib kelganingni qaraga. Qanaqa bola bo'lding, malikimmi? Sana amalikimmi? Ota, ovqating bormi? O'g'lim, nima bo'ldi? Nega yig'layapsiz? Gapir. Nimaga? Shunga ursam bo'ladi. Kirqin qo'tta bo'ladi. He, siz bolani yolni umuman olmay, tushundingizmi? Qachondan bir maski yalinama kir mashina olib bering deb. Qo'llarimni qarang, qanaqa xado bo'lib ketganini. Olib berasizmi kir mashina? Ana qo'shnimiz yangi kir mashina olgan ekan. O'rniy olsangiz bo'ladi, shulardan, ha? Men yur ko'rsat, shunaqasini olib beraman. Ushmagin bo'lam boshqa. Mana shartlar yangi olgan polavtomat kir mashinam. Buni bak sig'imi bor, 75 litr, motor quvvati bo'lsa 180 vatt, triush vaqti bo'lsa 20 minut. Qo'shni, men mashina xotinimga olib berdim, quloqim tinch edi. Olib beraman. Lekin bolam ursa qo'lingizda. So'ragan, shuni olaman shundan. Yur yetib olamiz. Oyi. Men keldim maktabdan, mana qilib. Yana shu ahvolmi? Qora kiyimlaringga qara. Ey, bolam ursa yana. Ha? Oyi, vaqtli kiyimlarim kirib kirmoqdan berdi, suvni begunoh qotdilar. Men deyman, sen har kun qarashib olib beraman. To'g'ri qilsa urib, yaxshilab urma. Qolay kirsa.